Assalomu alaykum. Agrotiplik sog'lom a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Bugungi mavzumiz asosiy ko'p videoni cho'zmaymiz. Mana bu narsa yangi chiqqan atroska hisoblanadi. Mana shuni sindirib tashlash zeleniy obreska deyiladi. Ya'ni qanday sindirib tashlanadi? Mana qo'lda mana shunday qiladigan bo'lsangiz, mana sinadi. Mana uni saqlashning foydasi yo'q. Foydalisi mana o'zidan gul chiqaradi. Mana aziz obunachilar. Mana o'zidan gul chiqaradi. Ya'ni mana qoladigani mana shu. Mana yangi chiqqan atroska mana o'zidan gul chiqargan mana. Mana bu yerda ham mana yangi atroska o'zidan gul chiqargan. Kerakni novda mana shunga o'xshagan gul chiqaradi aziz obunachilar. Mana ko'ryapsizlar. Mana 3 ta novdadan mana gul chiqargan. Birinchisi, ikkinchisi mana shunaqa novdalar qoldiriladi aziz obunachilar. Mana bularda ham mana gul chiqargan mana. O'rta qismida guli bor mana. Qolganini mana prosta tak shuni ham. Qars mana sindirib tashlash bu zeleniy obreska deyiladi. Mana bunisidan mana gul chiqargan. Mana bunisidan ham mana gul chiqargan mana. Bular qoladi. Ya'ni bular ona novda yoki o'to'su yoki erkak mana. Aziz obunachilar. Mana bu yerda ham mana ko'ryapsizlar, yangi chiqqan atroska mana gullab turibdi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa qoldiramiz. Agar mana bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa hech narsasi yo'q mana. Prosta sindiramiz tamom mana. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, yangi atroska guli bor mana. Bu qoladi. Yana mana bu joyga keldik mana. Mana bularda hech narsa yo'q. Prosta olib tashladi. Mana qirs. Shunday qo'lingiz bilan qayirsangiz mana sinadi. Mana. Prosta mana qirs sinadi. Mana bunda esa mana gul bor, yangi chiqqan mana guli bor. Mana ko'ryapsizlar? Mana guli bor. Bir emas, ikkita guli bor. Mana bu yerlarda ham mana bular ham olib tashladi. Mana bular ham olib tashladi mana erkak novdalar hammasi. Zeleniy obreska deb shuni aytamiz aziz obunachilar. Ko'ryapsizlar? Mana yangi chiqqan atroska mana gul bilan. Mana bu eski atroska, mana eski atroskada mana yangi atroska chiqargan, bunda ham guli bor. Mana bu ham yangi atroska mana. Yonida mana yangi atroska. Pastda esa eski atroska. Mana e'tibor qiladigan bo'lsangizlar, yangi chiqqan atroska mana o'zi bilan gul chiqargan mana. Mana yangi atroska mana. Mana bu yangi barglar ko'ryapsizlar? Yangi atroska o'zi bilan gul chiqargan. Bu holat masalan ko'p novdada bor mana. Mana bunda mana yangi bu yangi o'zi bilan gul chiqargan mana. Mana bu yerda ham mana ko'rishlaringiz mumkin mana. Mana yangi atroska o'zining guli bor. Mana bu ham yangi atroska o'zida gul bo'ladi mana. Ya'ni o'zi bilan gul chiqargan atroska qoladi, qolgan atroska olib tashladi. Ya'ni foydasi yo'q narsa, sababsiz, keraksiz narsa bo'ladi, zeleniy obreska qilinadi shu. Mana bu holatgacha o'sishi mumkin, mana tikanli bo'lishi mumkin. Prosta tak qo'lda mana sindirib tashlaymiz, prosta tak mana bu qoladi kelajak uchun, o'sish uchun. Mana bu yerda ham mana yangi atroskadan gullagan novdalar bor, mana ko'rishlaringiz mumkin mana. Mana yangi atroskadan chiqarib gullagan. Mana bu yerda ham bor mana. Yangi atroska mana gul turibdi ana. Mana bu yerda ham mana gullayapti ana. Yangi atroskada mana gul bor. Ya'ni mana shunaqa gullagani qoladi. Mana bunaqa gullamagani ketadi mana. Mana shu yerdan o'zi ham mana ko'rsangizlar, mana yangi atroska mana gullab tashlagan. Mana bu gullamagan, bu olib tashladi. Ishlaringiz davom, dehqonchiligingizga baraka.
Agroteplitsa olami doimiy xizmatingizda sizlarga. Ishlaringizda omad.